Oshga masalliqlarimiz tayyor. Yog'lar to'rg'algan, piyozlar to'rg'algan, sazi piyozlar to'rg'algan. Guruchimiz tayyor, zirasi ustida turibdi. Chesnoyni aytmaysizlarmi? Qozon tayyor yog'da tashladik. Kilo guruchga 650 gram. 2 kilo guruchga 850 gram zimba yog'i tashlandi. Yağlı kılık atayım lekin. Zimba yog'i ko'p bo'lsa zaloli yo'q. Kam bo'lib qolsa o'xshamay qoladi. Aylantirib turasiz, o't qo'lab bo'lsa, tez aylantirib turishib. Pizzamiz tayyor bo'lib qoldi, chiroyli bo'lib, hozir oladi. Pizzamiz juda chiroyli bo'lib tayyor bo'ldi. Yo'q. Yo'q, olmayman. Pizzamiz tayyor bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Olmakam qo'li gulda. Pizzani ham rosa obi-tobiga kelgizdi. Shu bilan qonimiz to'yib qolmasanglar bo'ldi. Ana buni tutib, frangavini qaranglar-da bu yerga. Hadi bu juda chiqma deb boramizmi? Pizzamiz juda zo'r bo'ldi. Hozir Hadi chiqon. tasha yana, tasha. Yo'q. Qani tuzdan sepinglarchi. Tuz sepamiz. Oh. Voy. Bo'lam. Bo'lar. Bismillahirrohmanirrohim. Piyozni tashladik. Hozir asalamjon O'tun savaradi. chapga bir qarab qo'yadi. O'tun sav qo'yasan. Bo'lsa-da. Ichkari sol. Piyozimiz qizaryapti chiroyli bo'lib. Piyoz ko'p bo'lsa osh shirin bo'ladi. Bunisi u deydi, bunisi bu deydi, lekin piyozda ish ko'p. Toshkentdanmi? Katta choyxona. Boshdanmi dedi. Andijondan. O'timiz juda chiroyli yonyapti. Mana men kachigarlik qilyapman. Olmakam o'tin tashab turibdi. Lekin kachigar menman. Absalom o'tin qilib beradi, olmakam tashab qo'yadi. Kachigar men. Nasılmı? Anlamasın ne? Sigene mi üçleşken yok? Kecha ko'rib qolganlik o'limni. Saat ertaga latan o'rab turib shunday Gene gelmiş. ramban dedi. Bizda nima shunday yo'q Piyozimiz juda chiroyli qovurilyapti. Piyoz qancha chiroyli qovurilsa, osh shuncha zo'r, shirin, ham qizil, ham yoqimli bo'ladi. Buni olmakamlar eskidan povulini uchun juda biladi, buni aytishga ham hojati yo'q. Mana sazi solayapti. Sazi soladigan payti bo'ldi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Go'shtni tashladik. Sazini ozgina qovurilgandan keyin har bir qovurda o'zini osh qilish uslubi bor. Olmakamlar katta osh qilib yurganligi uchun sazini ko'p qovurib o'tirmadi, go'sht tashladi, birgalashib qovuriladi, mazasi yoqqa chiqadi. Osh yana ham shirin bo'ladi. Değil mi? Olmakam bunga hozir tuz soldingizmi, somadingiz? Tamam yok. Xo'p. Nima uchun solish somaslik to'g'risida ikki og'iz gapirib qo'ying. Endi tutsang tavsiyasini o'ylab deydi. Hop. Endi uncha ozgina solish kerak. Ko'p solsang suvazi taxir bo'lib qoladi. Demak, somagani yaxshi ekanda. Somagani yaxshi. O't pishadi. Qo'ying,
Guruch qayerdik ekan? Bugun oq yezira. Guruch Oqtezira qayerdik ekan? Paxtavodga diyor. Paxtavodda Oqtezira guruchi. Mana Uchtepani chesnogi, Uchtepani sarg'isi, Uchtepani go'shti. Hova Imom Otaniki. Sovuq Imom Ota u tog'dan tushayotgan suv. Qani bir bor bugun oshini yeb ko'raylikchi. Ha, powerda aytmoqman. Power ham Uchtepalik. Asıl bu işten oldin. Olmakan yangi metodu mana chesnoyda So'ng qo'ydik. sajga tushganda endi ko'payadi. Netiga chiqolmaydi. Imom Otani tog'dan tushgan suvi, buloq suvi. Mazasi juda ham zo'r, qani oshni ham boplasa kerak. Shirin qilsa kerak demoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim. Norman biletda powerlar shunday ko'ziga qarab turibdi. Mana men kachigarman. Olmakam o'tin solib turibdi. Absalom o'tin qilib berib turibdi. Bosh kachigar men. Tuz solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Olmakam bitta odati bor, yaxshi odati. Tuzni bir marta soladi. Ha deb boshqalarga o'xshab tuzini ko'rib tuz tasholmaydi. Chesnoyni olib qo'ydik. Chesnoyni olib qo'ymasak ezilib sitilib ketadi, oshni ta'mlashga xalaqit beradi. Shuning uchun chesnoyni olib qo'ydik. Zirani tashladik. Bismillahirrohmanirrohim. Gulsham zo'r shekilli deyman. Guruch eng zo'r guruchni oldingda Olmaka. Qayerdan olding? Oqtezira, Paxtavodda Oqtezirasi. Tanishlardan oldik, ishonchlik. Xudo xolasa. Ko'ramsan. Bo'pti yo'q, qo'yamiz. Yetar ekanman. Mana powerim suv yetarkan, normada ekan deyapti. O'tinda bo'lgan osh boshqa bo'ladi-da. Bu bilgan biladi. Nega kam turdi? Oshni damlayapmiz. Imom Otaning eng zo'r choyxonalaridan biri. Absalom do'stimizni qarindoshlari, o'lalari, tog'alari, nima hammasi bir yerda ekan. Juda shinam qilib choyxonalar, so'rilar qo'yib shu yerga kelib, juda ko'pchilik kelar ekan. Tabiat ham zo'r, hamma tomondan zo'r. Kelib dam olib ketadigan joylar ekan. Havas qildik, Xudo xolasa yana nasib qilsa yana bir do'stga kelamiz. Osh yegani bo'lgan biroq. Hali 1 kiloli osh bor edi. Qo'qonda. Bilmadim. Kecha nima gul sotgan aytayapti-yu. Ko'zda ko'rdik, 3 tepalar yevardi deydi. Guruchimiz qaynashni boshladi, Xudo xolasa mana hozir tekizlab qo'ysa bir xilda hamma narsa. Bir tekis qaynab oldi, o'chag'am zo'r ekan. Kachigargan bog'ladi. Mana shuning uchun meni qayerga bo'lsa bular kachigarib olib yuradi. Bir xilda qaynab oldi, chiroyli bo'lib. Oyog'idagi tosh boshqa bo'ladi. Chiroyli qaynab oldi. Lekin bu qota olmakam baribir yana ko'rib qo'yadi, o'rtalar qaynadimi, qaynamadimi, guruchni qota o'tkazib ishonch hosil qiladi. Yashang. Suv tortyapti, Tortyapti, ozgina suv qoldi. Oshimiz damlashga keldi. Ko'ryapsiz.
Osh damlayapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana Oldu. Hem qani. Soati gapida. Vau. Mana osh. Albatta gumillatib qo'yasiz. Rasm qilib qani. Voy. Taza bo'pti-da jonivor. Vau. Osh bo'lsa mana bunaqa bo'lsa, guruch ham zo'rda guruch. Zakas guruch. Uncha osh kim yeydi? Absolut. Qandashlar uyda turibmiz. Yeymiz. Menga berganda osh qo'ysa ishchilar go'sht uyga akalarim lagana borsam. Ustiga ketib o'tir. Otini oshqan dedi. Laganda kelib qo'ydim dedi. Bismillahirrahmanirrohim. Ana, oshma. Ana. Ekşiler mi yaptın hocam? Nechta ekanmiz? Sen mi? Hadi kökten. Sonra Allah söyle. Sakiste. Shular lagana kelaveraymi? Yok. Allah. Hadi. O'sha shu. Hiçbir çiğ söylesen. Yeter beklerim. Allah. Ichini yemaz, soat bilan boshqa yo'q. Ekşiyi severim. Lagana. Oshimiz pishdi. Qani, yoqimli oshtaqa. Oshga hamma. Yarım işte. Hadi. Achchiq bosh. Açık. Hammasiga bir tup chashdim, hammaga. Bana soğuk. Hammaga bir tup chashdim. Assalomu alaykum. Assalom, nevarasi bilan yedi. Bormi seni? Osh bormi deb. Nechta yo'q. Bismillahirrahmanirrohim. Voy. Hadi canım.